umriga ketishga men hech qachon sizlarga shtapel tavsiya bermayman. Undan ko'ra juda ham zo'r materialli abaya ko'ylaklarimiz bor. 3 xil matoda mana bunaqa xib trikotaj, bu strich bor. 56-58 razmergacha hamma abayalarimizga keladi bemalol. Kelib kiyib ko'rsanglar bo'ladi. Buni ro'mol o'zi bilan tikilgan. Buni ham bu havo o'tkazadi. Bu ham sal to'pliroq. Mana belmandomiz bu ozgina suvda yuvsa kirishadi, lekin nam holatda dazmollab yuborsangiz hech qanaqa unaqa kirishib ketish, qo'rqinchli holatlar bunda yuz bermaydi. Yana mana bunaqa hiblarimiz bor. Bu juda ham ko'pchilik tomonidan, o'zbek ayollarimiz tomonidan sevib olinayotgan fasonimizni ham shu matoni juda ham ko'pchilik tanlab yaxshi ko'ryapti. Bularning ranglarini tepada ko'rsatib o'taman sizlarga. Hozir buni ham material juda ham zo'r, bu ham suvda yuvsa kirishmaydi, havo o'tkazadi, rosa ham qulay. Maza qilib fibrasi terlatib yormaydi bular. Kelib olishingiz mumkin. Juda ham ko'pchilik hib trikotaj deganda iminni qalin hiblarni tushirishyapti. Bu iminni umri sezonga mo'ljallangan, hozirgi havoga, hozir va erta havosiga mo'ljallangan. Sizlarning qulayligingiz uchun shunaqa zo'r, udobniy materiallardan biz ishlab chiqarganmiz. Kelib kiyib ko'rsanglar bo'ladi. Xohlasanglar dastavka xizmatlarimiz ham mavjud.